hozir kelamiz bu savolimizga. Barcha kishilar kasalligi bor sababli ro'za tutib olmaydilar. Past ularga nima qilish lozimdir? Marizlik bo'lsa, birodam ba'zi marizliklar bor, insonni halokatga yetishtiradi. Bularga ijoza borki, ro'zasini ochsin, shu vaqtda davolarni iste'mol etsin va ro'zasini ochishlikka ijoza bor. Shularga mardimiki mutamarriz, sal narsada o'zi men marizman deydi, o'zini zo'rdan mutamarriz qilgan, zo'rdan mariz qilgan. Bularga ijoza yo'q. Voqei, tabiiy voqei agar aytsa, mana shu davolarning ro'zona iste'mol etmoq zaruriy. Agar ertang 8 bajada, kechki 12 bajada yemasang, sana halok bo'lagan deb tabiiy hozir agar aytsa, unda u marizga ro'zasini ochishlikka ijoza bor. Ko'cha doktorlar aytgan bilan har marizga ro'zasini ochishlik durust emas. Yaxshi so'z. Ijozangiz bo'lsa, o'tamiz keyingi savolimizga. Bir kishi bilmay ro'zasining ochadi. U kishiga nima lozim bo'ladi? Ro'zani borasida bir bor amdan bor, bir bor xatoan bor, bir bor nisyonan bor. Amdanni aytib qaytdiki, unga 60 kun kaffara va 1 kun ham qoldi. Xatoan nimarsa, o'zini ro'zaligini bilib to'xtab, og'zini chayqayverdi, bir oltib ichib o'tib ketdi. Buni xatoan deydi. Bunga sirf qazo va kaffara yo'q. Bir bor nisyonan. Nisyon da shuni aytadi. Bilmay, ichmay, bilmay, xabari yo'q, yeyadi, ichadi. Va qanini to'yqaradi, bir vaqt yo'q deb tushib ketadi, ro'za edim deydi. Shunda bo'ldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir sahoba keldilar. Alloh bu odamni men bilmay yeyib ichgan odam borasida Alloh tabarak va taolo yarim soat yeyibdi, yarim soat Alloh tabarak va taolo hukmini ko'tarib tushirdi, mukallaflikdan xatm qilibdi. Bu odam qo'shobi holi bu odam. Yarim soat o'zini farz bo'lgan hukmini shuni o'stan ko'targan. Shu vaqtda xususiy rahmat Xudovand bo'lgan. Bo'lmasa hukm hech vaqtda bir odamdan ko'tarilmaydi. Magar bir odam mariz bo'lsa, siyosatlar masalan mahvari ko'rsa, yo nifos ko'rsa, yo divona bo'lsa, unda hukm ko'tariladi. Lekin oqil, bolig', musulmon shundoq odam ustundan ham hukm ko'tarilgan chanonda. Qaysi vaqtda? Yoddan chiqarib yesa, ichsa, lekin bu odamga na qazo bor, na kaffara bor. Lihozo bu yeganni borasida hisob bo'lmaydi, ro'zasini mukammal qiladi. Bu endi bilmay yegandan sonra bilib yemaydi. Lihozo bu odam ro'zasiga hisob bo'ladi. Bilmay yegan ichganning hech ro'zaga nuqsoni yo'q. Balki Alloh tabaraka va taolo bunga ko'p katta ehson etibdi. Yarim soat o'z hukmini munusdan ko'taribdi. Rahmat. Keyingi savolimizga o'tamiz. Musofir kishilar agarda ro'za tutib bilmasalar, past u kishilarga nima lozim bo'ladi? Musofirlar, qadim vaqtda musofirlar bor edi. Shukurlar musofirlar aslida safar deb mushaqqat edi. Safarni mushaqqat edi. Lihozo musofirlarga mushaqqat bo'lgani uchun ijoza bordir, ro'zasini safarga ketinchi tutmaslik. Safar qancha shurdan kamasga mazor maymanadek joyga safar etchoq bo'lsangiz, shunda odamning musofir deydi. Shubirg'on bor kelyapman deyapman, musofir demaydi. Safari shar'iy bo'lsa, 76-78 kilometr bo'lsa, ana bu odamga ijoza bor ro'zasini ochishlikka. Lekin qadim vaqtda safar mushaqqat edi, lekin shu bilan mushaqqat emas. Lekin shariat hamma safarni bir oladi. Qo'y mushaqqat bo'lsin, qo'y bo'lmasin. Musofirga ijoza bor. Lekin shunda ham behtar shu debdilarki, musofirlar ro'za tutsin. Nima uchun desa, boshqalarning qatorida ro'zasini o'tkazsin. So'ng o'zi mustaqil alayda ro'za tutamansa, bir yakka o'zi unda qiyinchilik bo'ladi debdilar. Behtar shuki musofirlar ro'za tutsin. Rahmat.
kelamiz keyingi so'rog'imizga. Sadaqai fitrning qanday bir kishilar berishi va qanday bir kishilarga berish kerakdir? Sadaqa fitr borasida sadaqa fitrni kimga vojib? Bir odamni kam az kam 200 tanga molik bo'lsa, 200 tanga. Ustidan 1 yil o'tmoq zarurat emas, havlona hav zarurat emas. Ana shu yil masalan 200 tanga molik bo'ldi. 200 tanga taqriban 40 ming afg'oni bo'ladi. Loda ertaga bilan Eid, loda shu odamimizda sadaqa fitr vojib bo'ladi. Sadaqa fitr kalla tarafdan beriladi. Mayda bachara tarafdan o'rtasiga vojib bo'ladi. Qo'shmang. Katta o'g'li bo'lsa, uning tarafdan otasiga lozim emas. Xotin tarafdan berishi o'ziga lozim emas. Otasi tarafdan berishi o'ziga lozim emas. Katta o'g'lin tarafdan berishlik o'ziga lozim emas. Mayda bachalar tarafdan, o'z tarafidan otasi sadaqa fitra berishlik lozim bo'ladi. Nisobga puli yetishsa. Nisob qancha? Taqriban 200 tanga. 200 tanga qancha bo'ladi shu pullarga? 40 ming afg'oni bo'ladi. Ana shunchaga molik bo'lsa sadaqa fitra lozim bo'ladi. Sadaqa fitra muxtalif so'rab, bug'doy, arpa, birinj, kishmish, bu narsalar bor. Ustida inshaalloh bahs qilamiz. Buni bahs etsam yaxshi ham bo'ladi. Ba'zilar masalan yarim so bug'doy, 1 so arpa, 1 so kishmish, 1 so xurmo. Lihozo har odamlarga masalan 40 mingga pul yetishadi. Bug'doydan bersin, arpadan bersin. Bu odamlarga puli ko'p. Bug'doyga qarab o'ltirmasin. Kishmishdan hisoblab bersin. Yarim sir kishmishni hisoblasin 500 bo'ladi. 500 rupiya 500 rupiya bir sadaqa fitra bo'ladi. Lihozo puldor odamlar boyatki bug'doyga madda nazar olmasa, arpaga madda nazar olmasa, xurmoni madda nazar olib va kishmishni madda nazar olib, puldor odamlar qancha puli ko'p bo'lsa, g'arib miskinning holiga tarahhum qilib boyatki nimadan bersa, kishmishdan bersa va xurmodan bersa. Siz bir nisobi bor, bu odamlar keling bug'doydan yo arpadan bersa valaydi. Rahmat o'jmalasi. Hozir kelamiz keyingi savolimizga. Ramazonning Laylatul Qadr kechalari qaysi kechalari deb qisqacha so'z yuriting. Ramazon ulamolar muxtalif aqvol bitganlar, ba'zilar mukammal qildi deganlar, ba'zilar Ramazon oyining ichida har kechada imkoni bor deganlar. Sahih qaul, roji qaul ko'proq shuki tog' kechalar deyiladi. Tog' 21, 23, 25, 27, 29. Va tog' kechalarining uchun ham ko'proq tavaqqu kechasi bo'lsa 27lamchi kecha deganlar. Tushdingiz? 27lamchi kecha deyiladi. Daraki masala birta qolgan masala sadaqa fitraning zakotni beradigan mustahab odamlarga sadaqa fitra ham shalaga beriladi. Bilib qo'yinglar. Tashakkur. Agar ijozangiz bo'lsa, kelamiz keyingi savolimiz ustiga. Musofir kishilar ham roza tutishligi hatmiydirmi yoki qandaydir? Yo, bu roza tutishlik afzal, iftorlik qilamansa ham joiz, durustligi bor. Yaxshi. Roza tutsa yaxshi bo'ladi. To'g'ri oyenda mushkulotda qolmaydi. Shu bilan mardim qatorida ular ham roza, bu ham roza o'tkazadi. Bir shahar mazorga borsa, mardim mazor roza. Loda kori borni yetadi, loda shalam qatorida rozasi o'tadi. Mazorda joyga borib kelsam, boyatki maqsadsin rozasini tutsin. O'rdak mardim ham roza, anfi ham roza. Bir ko'za bo'lib oyanda bir kunni tutamansa bunga bir o'lim bo'ladi. Undan ko'p ustida tutsa ko'p yaxshi bo'ladi. Ko'p yaxshi so'z muhtaram. Qur'on Sharif Ramazon oyining qaysi ro'zida Xudovand tomonidan nozil bo'lgan? Qur'on Sharif kalomi ilohiy bu Alloh tabarak va taolo Qur'on Sharifda aytadi: "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Men Qur'onni nozil qildim Laylatul Qadr kechada. Endi bu borada Laylatul Qadr borasida 20dan balandda bu ikkilamchisi bu Qur'on mukammal nozil bo'lgan Laylatul Qadr kechasi bilib qo'ygan. La mahfuzdan osmoni dunyoga bir dafa nozil bo'lgan. Ondan sonra 23 yil Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oysta-oysta 5 oyat, bu oyat, bir sura, yarim sura nozil bo'lgan. Binobar
havoij zarurat mardum. Lekin Alloh tabaraka va taolo uning nozil qilgan osmoni dunyoga bir kechada. Va lekin siz bizning payg'ambarimiz Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam nozil bo'lgan 23 yilda binobar ba'sab taqozo havodisot va masoil mardumiki zarurat bo'lgan Alloh tabaraka va taolo Qur'on nozil qilgan. Men ibtido bir misol aytaman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ibtidoi islomda roza iftorlik qilmali edi. Iftorlik qilgandan sonra shu iftorlikda yotmay shunda yeyib ichib yotdi. Undan sonra sahrli shuru bo'ladi. Roza shuru bo'ladi. Taqriban 23 soat 24 soat 22 soat roza bo'ladi. Hazrat Qays roziyallohu ta'ala anhu tuyolari ko'p edi. Tuyo boqqani ketdilar, o'xshamachi tuyo boqdilar, mushaqqat qildilar. O'ylari keldilar, so'radilar ki siyosatlardan bir imom bormi iftorlik qilsam. Qavvati imom avvaldan bollab kelaman deb ketdilar. Ungacha Qays roziyallohu anhu shakilli yotib qolgan ekan. Siyosatlar bittagina kechroq bo'lgan ekan, iftorlik vaqti o'tibdi. Iftorlik vaqti o'tgandan sonra bu xeyla vaqtdan sonra xotinlari neftoli keldi. U ularni iftorligim nima edi? Xurmo bilan suv deya shuni topib kelishda ham ko'p mushkul bo'lgan ekanlar. Yotib qolgan ekanlar. Ha, Qays halok bo'lding dedi. Ha, nima gap deb kezlab turdi. Aytdi, saharlik vaqt shuru bo'ldi. Ungacha Qays roziyallohu anhu ertasi kuni peshin namozi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yo'llariga borib peshin namozi o'qidi, chiqqandan sonra behush bo'lib yiqildilar. Bu nima gap deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar, nima gap bo'ldi Qaysga desa, Qays beduni iftorlik roza tutgan ekan, lahoza ochlikdan bu odam yiqildi dedilar. Alloh tabaraka payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuraklari xeyla bir ummatlari shakli behush bo'lsa, yuraklari bir g'amgin bo'ldi. Qur'on nozil bo'ldi. Kulu vashrabu. Yeng, iching qachongacha? To ertang suvi sodiq bo'lguncha. To suvi sodiqqacha yeb ichib bilasiz. Yoting, turing, har surat bo'ling. Endi sizlarga nuqsoni yo'qki, oqshom iftorlik qiling, undan sonra yoting. Borib to suvi sodiqqacha iftorlik qilsangiz, saharlik qilsangiz qila bilasiz deb Alloh tabarak va taolodan son hukm osonlikka keldi. Rahmat. Agar bir roza kishi qayd yo istifroq qilsa, u kishining rozasi botil bo'ladimi yo xayr? Bir bu qayd istifroq o'zi xudba-xud bo'ladi, yirak xarob bo'ladi. Unda qayba burida ham bo'lsa taraf sinadi, lekin rozasiga nuqsi yo'q, xudba-xud kelsa. Ba'zilar bor ichimdagi bor narsani o'zim chiqaraman deb qo'lni suqadi, qaytaradi o'zini. Ana bunda bo'lsa, bu odamning rozasi ochiladi. Lozim bir bor insonni beixtiyor istibroq kelishlik. Unda beixtiyor kelsa, unda rozasi ochilmaydi. Ha, buni shuncha farqi bor. Agar qayba og'zi to'rib kelsa, torat sinadi, dubara torat qilmadi. Kam-kam kelsa torat sinmaydi, shavolki torat kifoyat qiladi. Ha, biroq qasddan qaytarsa, unda zarur bu odamning rozasi post bo'ladi. Xayr ko'ring janob Mavloy Soy. Kelamiz keyingi savolimizga. Davo atir va ko'z davosining iste'mol qilsa, roza kishi u kishining rozasi ochiladimi?